Sevgi bu nima? Sevgi bu o'yin. Hali yosh ekansiz, qayerdan bu o'yin? O'z nechinchi yilsiz? 2016. Ha, 2016misiz? Ha? Nima uchun sevgi o'yin deyapsiz? Tashlab ketganda qolib. Bunday hollar meni ham achinishimga, ham asabiylashishimga, ham o'ylanishimga sabab bo'ladi-da. Samiyamdan 1 yosh kichkina qiz. Ikkalasi ikki xil pozitsiyada, ko'ryapsiz-a? Gap men o'zim maqtashimda emas, meni qizimga o'xshagan qizlar minglagan. Samiya hali bola. Bu qizaloq ham hali bola. Lekin uni miyasida qanaqa fikrlar bor? Meni qizim hali multfilm ko'rish bilan ovora. Bu kimning aybi? Yana biz onajonlarning aybi. Bu yerda keling yechim beraman. Hech qachon bunaqa videolarni qo'ysam, shu bolalarni yoki ularni ota-onalarini izza qilish, ustidan kulish bo'lmaydi maqsadim. Siz onajonlarga ibrat bergim keladi. Chunki gapirsam ba'zan so'zlarim haligi vahima qilayotgandek, yolg'ondek tuyulmasin. Misol beray, ko'rishsin ko'zlari bilan deyman. Xo'p, birinchi navbatda ona bilan qiz o'rtasida munosabat yo'q. Sirlashish yo'q. Tarbiya, ya'ni o'rgatish, qiz bola nima ekanligi, kim ekanligini tushuntirish, yo'naltirish yo'q. Do'stlik yo'q. Agar farzandlarimizga biz yaqinlashmasak, onajonlar, ayniqsa qizlarimizga biz yaqinlashmasak, o'zgalar yaqinlashadi. Bizdan mehr, taskin ko'rmasa, o'zgalardan ko'chadan izlaydi. Va bu juda ham og'riqli, buni hazm qilib bo'lmaydi. Ermak bo'lib, farzandingiz kimdir qo'lida ermak bo'lishni hazm qilish oson emas-ku. Shuning uchun o'ylab ko'ramiz. Hammamiz o'zimizni, farzandlarimizni taftish qilib ko'ramiz. Istoriyalarni kuzatishda davom etamiz.